Alaykum, hurmatli Mirobodliklar. Ruxsatingiz bilan Mirobod tumanida tashabbusli byudjet, ya'ni Open byudjet jarayonlarining 2025-yil 1-mavsumi yakunlanganligi va g'olib bo'lgan takliflarni moliyalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishtirsam. Rasmiy ma'lumotlarimizga o'tishdan avval tashabbusli byudjet, ya'ni Open byudjetning o'zi nima va u bizga nima beradi? Shu savollarga to'xtalib o'tsam. Open byudjet bu ochiq byudjet demakdir. Ya'ni byudjet haqidagi ma'lumotlarni fuqarolarga ochiqlash nazarda tutilgan. Bu orqali davlatimizda demokratik tamoyillar rivojlanadi. Fuqarolar ovoz berish orqali loyihalarni amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi va davlat bilan fuqarolar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Shu nuqtai nazardan davlat tomonidan bir qator me'yoriy huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 50-72-sonli hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ 666-IV sonli qarorlari ustuvor vazifalarni hal etishda asosiy hujjat sifatida xizmat qiladi. Yuqorida qayd etilgan qarorlarning ijrosini ta'minlash yuzasidan Mirobod tumanida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi guruh shakllantirildi. Mahalliy byudjet shaffofligini ta'minlash maqsadida Open byudjet manbalarini shakllantirish tizimiga to'xtalmoqchiman. Birinchi mavsum jarayoni loyihalarini moliyalashtirish maqsadida Mirobod tumanida fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga 19 milliard 607 million so'm shakllantirildi. Bu mablag'lar quyidagi manbalar hisobidan shakllangan. Ya'ni 2023-2024-yillarda Open byudjetda g'olib takliflarga ajratilgan mablag'larning iqtisod qilingan qismidan 3 milliarddan oshiqroq mablag'. 2025-yil uchun tasdiqlangan mahalliy byudjet parametrlari hisobidan 5% miqdoridagi mablag'lar hisobidan 8 milliarddan ortiqroq. Tuman mahalliy byudjetining 2024-2025 qo'shimcha manbalari va erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 30%, ya'ni 8,5 milliard so'mga yaqin mablag' jamlangan. Hurmatli Mirobodliklar, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan ochilgan ochiq byudjet portalida joriy yil 1-fevral kunidan 21-fevraligacha fuqarolar tomonidan jami 111 ta taklif kelib tushdi. Ishchi guruhning 2025-yil 6-martda o'tkazilgan yig'ilishida komissiya a'zolari tomonidan ushbu takliflar bo'yicha loyiha qiymatlari qayta ko'rib chiqildi va namunaviy nizom talablariga javob bermaganligi, belgilangan tartibga zid bo'lganligi sababli 11 ta taklif rad etildi.
rad etilgan takliflar bo'yicha tashabbuskor fuqarolarning shaxsiy kabinetiga rad etishning asoslangan sabablari to'g'risida xabarnomalar yuborildi. Ishchi komissiya tomonidan tanlab olingan 100 ta takliflar jamoatchilik o'rtasida 10 kun davomida ovoz berish jarayoniga qo'yildi. Takliflar bo'yicha ovoz berish jarayoni joriy yilning 11-martidan 21-martga qadar davom etdi. Ovoz berish jarayoniga qo'yilgan 100 ta loyihadan 36 tasiga fuqarolar tomonidan jami 20.388 ta ovoz berildi. Ovoz berish yakunlariga ko'ra 19.408 ta ovoz yig'gan 17 ta taklif g'olib deb topildi. G'olib deb topilgan takliflar bo'yicha mablag'lar qiymati 19 milliard 47 million so'mni tashkil etdi. Muvaffaqiyatga erishgan loyihalarni moliyalashtirish xalq deputatlari Mirobod tuman kengashi tomonidan tasdiqlandi va manzilli ro'yxat asosida amalga oshiriladi. Tashabbusli byudjet, ya'ni open byudjetda g'olib bo'lgan loyihalarni belgilangan tartibda moliyalashtirish hamda ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishi xalq deputatlari Mirobod tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan jamoatchilik asosida nazorat etib boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.